43. Ögdilmiş, odgurmishqa bu dünya işleri bilen ahiretlikni tepishni aytidi. Ögdilmiş javob berib mundaq dedi. Aytqanlaringni angladim, ey qutluk kishi. Yani şunumi aniqroq anglag'inki, bu söz bilim va aqlga ulgudur. Bu dunyoning ahvoli ashundoq bo'lsa-mu, tiriklik yo'lini o'zingga ochiq qilma. Bu kang dunyoni zo'mizo o'zingga tarlashtirma. Gunohkor quliga Xudoning yaxshiligimi bor. Azobi ko'p bo'lsa, rahmatimi ko'p. Gunohkor uchun bu rahmat azizdir. Azobidan qattiq qo'rqib, rahmetidan umid kut. İbadet qilib, bandilik nomingni ado qil. Dünya xalqi hammasi shahar kentini tashlab, riyozat chekib toqqa chiqib ketsa, dunyo buzilib, hamma yer quruq qilib, inson bolasining nasli tugagan bo'ladi. Xudo hamma xalq uchun ikki uy yaratdi. Birining nomi jannat, yana birining dovzax. Shundaqdimi, hamma inson dunyo uchun kechini kunduzga ulab yugurib yursa, ibodatni tashlab mol dunyo tilab dovzaxga kirsa, yana jannatmi qo'rqqanmamdi. Xudo bandasiga ikki ko'z, quloq berdi. Biri bilan dunyoga boqsang, biri bilan oxiratga boq. O'zi tutish uchun ikki qo'l berdi. Biri bilan bu dunyoni tut, yana biri bilan oxiratni. Minish uchun ikki oyoq berdi. Birini bu yoqqa chamdisa, biri u dunyo uchun chamdishi kerak. Dunyoga mashhur qo'li kang sehi, bilimi cho'nqur donishmand bak yaxshi aytgan edi. Ey aqlli, ho'shyor banda, bexud bo'lma, sagak tur, balo kammisin. Xudo bu ikki dunyoni yaratdi. Bu dunyo ne'matiga erishsang, darhol u dunyolikni izda. Qodiri egam odam bolasining hammasini qo'sqa ochadigan va to'yadigan qilib yaratdi va shundoq nom berdi. Badaniga kiyim va qo'sqiga tamoq kerak. Ey qarindosh, bu tiriklikning amalidir. Ey qarindosh, tiriklikda bu narsalardan kashkila bo'lmaydi. Badanni yepishga egin, qornini to'yg'izishga osh kerak. Halol dunyo tepib, yeb bahraman bo'lsa, uningdan ma'lum qismini kambag'allarga ulashtirish kerak. Kishilarning golg'imi bo'lmasa edi koshki. Lekin golg'imi inson voz kecholmaydigan narsadir. Doim Xudoning adlidan qo'rq, marhamatiga umid bog'la, doim uningga yetishkin. Bilginki, bandilik bu ikkisining o'ttirisida bo'ladi. Yo'l shudur, bu bandilik yo'lidan adashma. Bilimsizga bilim, pand nasihat berguvchi kishi nihoyat yaxshi aytgan. Maqsad bilan vahima ikki qanoting bo'lsin. Bu ikkisining o'ttirisidagi yo'lni tut. Xudoning buyrug'ini ijro qil, o'z bandiligingni o'ta. Saroyga uchib kirib, rohatini ko'r. Maqsad bilan vahima ikki qanot hisoblanadi. Bu ikkisi bilan ushgan kishi ko'kka yo'l topadi. Gunohim ko'p deb umid uzmaslik kerak. Toat ibodatga ishinib xizmat qilmay yurmaslik kerak. Toat ibodat qil, toat ibodat butunlay qulluq qilmoqdir. Kimning nomi qul bo'lsa, qilmishi ibodat bo'ladi. Yorliqni aziz tutib, o'zini to'van tutish kerak. O'zini to'van tutsa, ondan o'zi aziz bo'ladi. İbadetde özünü kambag'al gadoy deb bil. İbadet qilishdan kambag'al, gunohda boy deb bil. Garchi ham o'zing, ham so'zing yaxshi bo'lsa-mu, o'zingni kishilarning yomoni deb bil. Mana, bilganlarimning hammasini sana aytdim. So'zimga amal qilgin, badali keladi. Agar bu aytganlarimga amal qilmasang, javob bergin, yenib ketay, ey mard yigit. Uzun qilingan so'zlarning foydasi yo'q. So'z texim uzrab ketsa, uning ta'mi qolmaydi. Odg'urmishning o'gdilmishga javobi. Odg'urmish qo'li bilan beshini tutib, uzun o'ylandi.
keyin beshini ko'tardi va dedi: "Ey qarindosh, sen jafo chekding. Sen menga qarindoshlik qilib bu so'zlarni qilding. Menga yaxshilik tilab bu so'zlarni so'zlading. G'emimni yeding, Tangri sana savob ato qilsin. Qarab ko'rdim, endi bu ishlar uchun menda salohiyat ko'rinmaydi, ey mard yigit. Ko'ngil xolimidi, bu ishdan qechiyotdi. Ko'ngil xolamagan ishni qilish xatarlik. So'ygan va so'yinganlarga dili pok bo'lgan, bilimi yuqori kishi ajoyib yaxshi bilim bergan. O'zing qaysi ishni qilishni xohlasang, avval ko'ngling bilan kengash qilgin. Hamma so'zingni aytib kishilar bilan kengashgin. Ko'ngling xohlamasa, o'zingni yiroq tut. Hammadan o'zingga o'zing sodiqsan. Ko'ngil xolamagan ishni qo'y, so'zingni tugat. Qaysi ishni ko'ngil xolamasa, uningdan foyda bo'lmaydi, ey dili ro'shan. Bu ishni ko'nglim so'yib xolamidi, endi bu so'zdan darhol yonaman. Seningdan muni o'zramni so'rayman. Meni yolg'iz qo'yg'in, ey kishilar sarxili. Alayga foyda yetkazgudek fazilatlarim yo'q. Qiliqlarimmi, mijozimmi, so'z nasihatlarimmi behuda. Men dunyodan qochib bu yerga kelgan, yana nima deb u yerga boraman? Men Xudoning toat ibodatiga bog'landim. Endi kishining xizmatini qilish yarishamdi, ey ko'ngli tuz. Endi meni Tangri ixtiyoriga qo'yib et. Sening yaxshiliqing uchun duogo'y bo'lay. Ikkimiz seg'inishib ko'rishni xohlasak, sen mening qishimga kelma, men seni izlab boray. Japoni malla tatay, sen rohatda yasha. Aligning xizmati bilan xalqqa foydali ish qil. Yaqinlik ko'rsatguchi, sodiq xizmat qilguvchi mehribon kishi nima deydi, angla. Ko'ngil hayajonlanib, boshqalarni rag'batlantirsa, seg'inib tilagan ishi yaqin bo'ladi. Kishi orzu tilak bilan mangsa, yerib yo'lda qolmaydi, tilikiga yetadi. Inson tiliki bo'yicha yo'lga chiqsa, u tilikiga erishidi, yerim yo'lda herib qolmaydi. Vafo bilan tong chiqargan, so'yintirgan oshiqlar beshi bak yaxshi aytgan edi. Ko'ngil yaqin bo'lsa, yiroq yami yaqin bo'ladi. Yaqinlik vafosini ko'rish uchun ko'ngilga qara. Agar yaqinlik badaliga vafo bilan qaralsa, sharqdan g'arbgacha bo'lgan oraliq birla davondir. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Sözümni angla, men sening so'zingni angladim." Ey qarindosh, sening tilaking shu bo'lsa, endi kuchimayman, ko'nglingni ziyda qilma. Sözüm tugidi, esan yaxshi qol. Lekin Aliga xat yezib ba, yuzimni qizartma. Ali o'z qo'li bilan xat yezib avatdi. Sen o'zing bormisangmi xat yezib avat. Endi menga javob ber, uni asda tutay. O'z tiling bilan o'lchab qiladigan so'zingni qil. Eg'zingdimi so'zla, xatdimi yozg'in. Ali qishig'i baray, ey chechan olim.